Merhaba ballarım, tamak pişti. Orasılap seherde hemmenizni oygattı, hemmenizni oygattı. Dadam apam mihriban, bekmu yasi micazi, bekmu yasi micazi. Biz baxtiyor oila. Bolalarning opisi qaymoq chayga bak usta, hammadan bak o'xshaydi. Albatta o'xshaydi. Bolalarning radisi go'yo chivir bag'vandek hammamizga yaraydi. Albatta yaraydi. Biz shodiman oila. Dadam o'zi tog'dek ochiq yaman, opam ko'kko'k amma mehriban. Dadam opam yo'q chog'da uyni qilimiz rosa halimon. Hey, mush kapsiz bolalarniz-a. Umma kızım Şadiye, kepsiz oğlum İlgarcan. Soğuşupla yürüydüm, yetişalmay her günü, yetişalmay her günü. Arslanı qilishmas, ishtiribda yuriydi. Aman akıl kapıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Aman akıl kapıdı, çoğ buladı bir günü, çoğ buladı bir günü. Biz bahtiyar aile. Fukam, ma atrofda banka bormi? Bor mana. Nima bo'ldi? Ma 50 ko'y bosaman deb 520 ko'y besib ketib qoldi. Yanchug'imizda pul va karta bormi? Bor. To'xtab turing aka. Ikkimizning o'xshashli Alravan karta surtish mashinasi ekan. Meniki deb aytirib beray. Ishonch Fukam. Ishonchak aka. Alravan karta surtish mashinasi. Sehran güzelliginizge, ahlak faziletinizge mas keladi. O sizge ishonch va izzat berib keladi. Sehran muhabbat, vafo ham muvaffaqiyatga hamroh. Sehran kiyimlari fazilatlik, güzel xonim qizlarimiz uchun. Sehran kiyimlari Erib, charchiganda, chanqiganda, tamoqdan keyin ko'ngil faqat obida soda suyini tortib, haqiqiy o'zingizga tava bo'lgan jushqunlikni obida soda suyidan teping. Shirin tamlik, yuraklarni yashartquchi obida soda suyi. Jonning huzuri. Jushqunlik quvvatdan keladi. Jushqunlik yoshlikdan keladi. Jushqunlik erkandan keladi. Men o'zimga ishonaman. Erkonga ham shundoq. Hacı, nim bolla? Ma hava sel tutulup kalsıla, bel putlarım ağrıp muşundaq o'ltirib qoldim. Bunda o'tiraversizlar, asorat aylanib qoldilar. Men o'xshash bir amal qilmamlar. Amal topla. Hasizlisizlar. Shunda kuchaga ko'pisiga bir yuragimiz dastur ketdi. Kucha yanardaq shortuz ko'rpisi milli tibobat dorilar bilan shifoliq shortuz yug'urilib ishlangan bo'lib, uningdan chiqqan shifoliq harorat, revmatizm, bel put og'riqi, bo'g'im yallig'i, umumiy badan sovib ketishga alohida shifo qiladi. Vay balam. Ya Allah, ala. Bunu ayak tutup koydum. Bana. Astagfirullah.
qo'shnim chang tutolmayman ha. Qo'yamayaga. Ha, qo'ya. Voy, nega kirib kelding la? Recep yo'qolib ketdinglar? Voy, nega bordim? Cho'chor etib beraymikin deb, tug'ilib tayyor cho'chor o'z akray deb chiqsam, pasha qachon uchrab qolding ha? Her birimizga bir taldan cho'chor sepmoqchimi? Voy biz asli 1 kilo olgan. Bashaxonliga ayol opam bilan quchoqlashib ko'rishman va hamma tugatdi. Shu. Go'shtga mishaydigan olmaydigan bu zamanda o'zingni qilsanglamam tomoqni. Uyda o'tirib, ajr qilib etgan tomoqni nima yetadi? Oy, mushu aldirashliqda adam yetish bo'lmasa o'tirib cho'chor tukunadi cho'la. Siz burimi aldirashdingiz, shu chaqda yetishgan namiga. Hey. Bo'lmasa bugun o'lash-o'lash sirtqa chiqib yeb kiramdik ya. Ashta qilaychi da, necha kun bo'ldi-ku teshik chiqib tomoq yemgili. Sirtqa chiqib tomoq yeb kirsak qo'y yaxshi bo'ladi, lekin biz kunda sirtqa chiqib tomoq yeydigan asaviga tegib yetmadik. Oy, bu deganingizmi to'g'ri. Tamoqni uyda assak, uyning barkati bo'ladi. O'lash-o'lash o'tirib yesak tamoqni issiq bosadi ekan. To'g'ri. Fırt bir vaqt tamoq yeganim pulg'uchi o'zi bir oy tamoq yeganim bo'ldi. Neyini aşpazlar sizlik tamoq yemaydi apa shu'g'i? O'tdan. Meni chichan to'shqinim. Bo'ldi. Men itay. Mana. Na'chaga. Assalomu Voy, vaalaykum assalom. Shaqata kiran. Qani? Voy, miya kelay. Voy. Voy, ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kishi hozir oqshimamda. Ismi Muzaffar. Muzaffar. Voy Muzaffar. Men sizning nomingizni pek anglagan. Haliqi taniq yozuvchi, taniq shoir, kitob yozadi, kino yozadi deydi-ku. Ssenariy. Ha, shuni yozdi deydi. Men pekchik anglab ketdi. Axir ko'rishimiz. Ma qizim, men bitibdiki komandisi. Mana sizlarga ig'iz degandiki deb. Voy bu Allah. Ağrımay kırıyorsunuz o mantı paşa Çiçeri çıkıp gitti mesela. Eşkisi yok. Ben çıkay. Rahmet. Ben çıkay. Voy, ya, ma bomba da kızım kaçı söyleme. Ben çıkay. Ma öyle körüp aldım. Ben pat kırıp durmam. Allah kurup çıkamsın bu sattı da. Urken çay içip Hacep kızı xotinkina bu. Bizni oshib qolganligina bu mendiklar hajep qiziqkina. Kimda qiziq ya qizim? Kim bildi o'zlari itib, yeb, unga eshib qolgan tomoqlarni to'kib ketish xo'shaqmay bizga olib kirdimi o'tiqi. Qizim, jiroqda tutqandan yaqindagi qo'shni a'lo degan gap bor. Ben qo'lim qo'shnilarchi o'zaro tamoq sunish, o'zaro bir-biri bilan inoq ittifoq o'tish, bir-birining qiyinchiligiga yordam berish bizning almasaqdan kelayotgan esil urf-odatlarimizning biri. Ari. Ayni bunda. Shu bizdan burun qo'shnilarimiz salom qo'yib kelsa salom qilmay o'tibdi. Shunaqa-da. Shuncha balam, bizim udildi qo'shnimizning ismini bilmay bu yerga ko'chib keldik-ku. Tonimaydigan odamga salom qilishmi bekatib turtgadi-da. Qizim, biz mayli tonayli, tonimayli, kichiklarning cho'nglarga salom qilishi bizning esil an'analarimizning biri. Chumeli jinada bir-birlar uchrasa salom qilmang emasmi? Ve aleyküm esselam. Oy! Voy, qo'chqin kirmadim va. Yaxshi. Vallahi sirtqa ketgan. Nima chiqibdi-da o'ynaga chiqibdi. Tahsin ilolay deb kiribdi. Shadiya? Ha, paşa qachon taxsida chiqib turgan qizim. Qani, juqur o'tirgan paşa qacha. Bo'ldi. Ko'nglimnikini desam, siz mening aşı ölüp ketken singlimga bekli o'xshaydi ekansiz. Umringiz o'xshamasin singlim. Voy mening singlim. Voy mening qanatim singlim. Bo'ldi, qanday qilamiz? Singlim. Yamanlanib ko'zga ketgan singlim.
Qaja qaja sevri qilib. Benim Xumaxan so'lim hayat bo'lgan bo'lsa, sizga o'xshash chiroyli cho'kan bo'ladi demasmi? Voy chiroyli so'lim, bizning chiroyli Sevri qilib. Kimdir? Assalomu alaykum. Voy menba. Men qilasib chiqaman. Mana keldim. Mana. Tova. Oy. Qo'sa qashdi, jon qashdi. Ko'krab ketdi. Qo'sa qashdi, jon qashdi. Abba! Tavuğuz kaçak şunu. Ben çay içeceğim. Mening qo'sqim oshmidi, lekin ko'krab ketdi. Shunda mı? Ben çay içeyim. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Dadınız? Dada mehmon geldi. Bak ya, kiram. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sar qiling. Hammamizning beshida bor emasmi? Assalomu alaykum. Alaykumulloh. Sevr qilaylar. Hammamizning beshida bor emasmi? Kiram. Uyga bir muncha qor kiyim kiygan odamlar kirib ketdi. Mal biroz o'ylab ketdimki. Hey, menchu bir bo'lsa er. Ha? Bir bo'lsa ayol o'lib ketganga. O shu. Natki yo'qli bir gapni qilding-ku. Men texnim deylik debdim-a. Bor gap-ku bu. Tanmayman vallah. Ağaç oturlu. Hamma tekshiribsizlar. Qo'tan çay. Saniye singlim. Boshli qizil yog'liq bilan ko'ylakni almashtiryapsiz o'tdi. To'g'ri. Bu farqan. Musibat ish emasmi? Bilamni hurmati bo'lsin. Sizmi kiyimingizni almashtirib o'tdi. Ha, ma'qul. Necha yoshda bo'lg'aydi? Nemo bilmedim. Muzaffar kam 45 yılda bağı deymi. Sanısı oğanı şu 36-37 bağı oydu. Yoshkan. Og'rib tugab ketgan bu da. Voy singlim. Hay, bo'ldi qilinglar. Bo'ldi. Mon qarang, endi qanday qilamiz? Hammamizdan beshida bor ekan, qanday qilamiz? Sabr qiling. Oldimdan bir ichilib qolsin. Bo'ldi. Balaring yetim qoldi singlim. Voy singlim. Voy chiroyli singlim. Sabr qilsizlar bo'ldi. Sabr qilsizlar. Bo'ldi qilinglar, sabr qilinglar. Qizlar va singlar meyitdan rozi bo'lmagandek bo'lib qolsizlar. Fikrim Muzaffar. Ha? Xo'sh. Singilcha jutni qazo qilganmi? Şu büge ettigen öyle yığzarını anlap Qoradaki ağı binadaki yok Kulum koşulak öylirdi bağlarga bir akır uqtıra aldım. Ondakin va meştik çıkıp bulamay kaldım cemaat gibi xabar qilib qo'y desem. Şoňmuş binada bağ kulum koşulumun neçimizli bağ kelmez. Şoň Sadirkan bilen Taj Gaşamdan başlaplam baldırak berip kirip gibi 3 kişi bolsa ha deyişkeş pärtlep çıkıl dep kirgen. Yığzar ne? Bu Kesellerden tügep ketdimi yoki odisi bilen? O şu keselti. Uğrama texnim keselti.
Yoshurun yurak kesildi deganda qilgan, ha? Allah, yurak kesildi. Jon Yurak kasalligini kesildi sizlar. burnini tortib bilamdingmi yoki Yo'q, u saqmsaqdi. Biz hech qanday kesiladi emasdi. Keyin shu doktorxonaga olib borsak, yoshurun yurak kesildi dedi, keyin shu o'lib ketgan. yotqan jannat bo'lsin. Ukam bu 40 nazirsini qachonliq qabul tayinli qilsizlar? Necha nazarsa? 40 nazirsi. Voy bu 40 nazirsini bir diga vaqt bo'lmaganmi dexe? Voy bu to'g'ri. O sinimizninki jil nazarsini berib qo'yganimi? 5 yil oldi hozir. Nima? 5 yil? Erkinjon, nima ish bu? Na ishini uqib, onda xabar qilamiz. Voy, ya bu erkak qizlari kimniki nimasi? Oye, bu yerda sen o'xshamaslik bo'lib qolgan o'xshaydi. Atiga men ma'lum komitetdagi pasha qachon bizdan ahvol so'rab yo'qlab kiribdi-ki. Shu meni ko'rib tugab ketgan sonsi esi kelib qoldi o'g'ay. Shuni Oye. Onda qilmashmagan. Shu ishni uqib aldaqin, onda xabar qilamiz. Bo'pti xotin, bo'pti. Xo'shbana bilan Ukam Muzaffarning uyini patilib oldik. Boshida yaxshi shoqdi. Aslida bu tegi soyatmasmi? Chaqir taklanmaydi. Xotin, qachidi. O'xshib qo'ydilar. Yo'q. Uni ayirib kiramiz. Rahmat. Çay demlay bosh. Rahmat. Yo'q, bu ataydi. Amin. Siz ju doim işte oldiraqsan, iyg'lab bego'yoq ishni qilib yuramiz har vaqt. Ben ne bu ya uni? Ulan bir kirganda deb Beni bir vaxtga kelasizlar. Voy, qalach qilib qopti, qalach. Buldu da Hasan. Ma'qul. Nima qilayim, qanchalik bo'lsin. Kim o? Ha? Yo'q, o'lim bo'lgan emas. Voy, nima tashib bo'lsangiz? O'sa dumamdi. Voy. Tas qoldi-ku. Met yo'q, azda qo'yilib qoldi. Voy, uni bir deyman, tova. Mika bir mu yig'lab oldim yolg'ondan. Yaslim qiziq kelsa, biz yig'lab bo'sh, agish biz yig'lab bo'ldik ekan Michelda. Sat turmamdi, uni qarab o'tasangiz. Yaneliqi patlab kirganlar emasda. Jim turinglar. Ben kirib ishimni qilaveray. Mana. Voy. Yaxshimi yigit? Bu eglek chiqib aytgandak. Etiga men taxsi kirib unutib qopdim. Voy bolam, Jiro qani. Qashtiroqlarchimi? Ma'qul. Uyingga kira o'g'lim. Qani pasha qacha qani. Bo'pti. Birdan bo'lsaydi. Jiro. Ey, shu qurib ketdimi? Voy bo'ldi. Shartli o'tiring. Ay. Bo'ldi. Choy quyma bo'ldi. Hozir demlagan qizsiq choy bir berishdi. Beribmi qolgansiz? Mushu oila komitetda ishlab bekchiq. O'g'limning uyg'onishiga yordam qilay desam, faqat vaqtim yo'q. Vaqtim chiqqanda masaviyam bekdi. Ma yo'ldoshim kitobxonlar o'qini bilan qo'saqdik umash tayiliq. Shoma o'g'lim har kun sizlarning o'g'linglar bilan bir uyg'onish qilsa, ozroq foydasi tegamdiki deyman-ku. Voy bo'ldi, xotirjam bo'ling. O'g'lim bilan birga qilsin. Qag'in uqamgan yerlar bo'lsa, men tekrar. Voy, bek yaxshi oldi-chima. Bek yaxshi oldi. Shadiya? Ha, bor. Qizim Pasha xachamdan tafsirni chiq. Ma'qul. Ras komitetning ishlarim bek ko'p-a? Ha, keldiganlar bekchiq.
Oy, Xudoy. Oy qizim, taqsim qurib chiqmaymizmi? Tamoq akirgan taqsi deganni unda quruq bermaymiz, satoludu. Navat bulamdı, qan bulamdı, ya bo'lmasa pechin perani bulamdı qarangab, to'nat qo'ygan. Hey İlhan, apam dadamla pek yaxshi yozuvchi dedi. Dadam bana bir çocuk hizmet soktu ki. Buldu. Lekin dadamdan vaqt yetmesin ki. Haram. Ma çocuk kitapını sana bırak. Dadam ne ağırtmayla diyene. Apam buna kitapını açıyor. Kömel eliyordu. Nasıl bir şey bakmam sen? Yolvaz, üzünden kaçmaz. Yiğit sözden. Ay tulpu artık ne? Şikit sözden de gittin. Ay çamını çalanmayız kalınga. Ay çalım gitar çalımı demeyin. Bana benim o biçimi çalacağım. Neme boldu. Hocam ütülüp kınayım. Neme boldu. Apama bulamdı. Ha, bo'ldi. Oy, bo'ldi. Bo'l, bering aytdim. Gidib olay. Bo'ldi. Oy, bu oshxonalaringiz ajab yo'q ekan. Bo'ldi. Voy, men yig'ishtirib bersam bo'g'idakchimi? Yo'q, biz asta-asta qilib olamiz. Miyaldi. Voy, jonimda jiq taqsilab, ama ortiq taqsi o'xshamamdi. Ay, Men choydandim ishkisi ekan. Voy. Vallahi men chaynaklarda qal. Bunda ortiq narsa chiqib sizning o'yingizda. Maylama. Ay, mani. Ortiq bo'lsa ichikdaymi? Mana. Shunda ortiq narsa chiqqan sizning o'yingizda. Voyjon. Ma, endi ishlatmasangiz ortiq bo'lsa edi olay. Mana. Mana tutib qo'ysangiz. Mana. Endi chaynakni men olaymi? ma'qul. Rahmat. Men yana kirma. Olimjon. Ha, chiqib borgan bo'lsam, mana. Adasam deb o'ylayman. Ey, rahmat sizga. Yo'q, hech qisi yo'q. Hoş alacağım. Bu lafım tezroq buni qo'ya. Vay mana. Qarayğım bilan mani o'xshagan ishtim bat o'tirdi. O'tgan kun siz kiymeyme degandingiz. Kiymisi deb ortiq qo'ygan deb pasha qachon berib tutman u. Ortiq o'g'indikini deb berib o'tdim. Endi u ayol kirib, "Ma bolalarning oldimi birisi ortiq kun desa, uni berib o'tamanlar." Ay, chaqchaqim bana. Unda xo'sa ilg'ani beritayli. Arslanka memle uyku be. Bunu buraya deli. Seni beritayli. Balsa samoqda cho'g'an ekan. Berdi. Pasha xopa kütürüş beray davatmamdım. Ma qitimchu pasha xocham kirgandichu masofani ma ustini kütürüş be. Bo'lmasa echikib bulamay qolsinchi mufkan. Voy men uni tan qildi yenge. Memçu çocuk kitaplarım alınacağım bir vakti. Obdan qipsi bolam, ata-ona bolasi emasmi sen? Pasha xocham ajab yuzg'un ayolga qo'liga chiqqan narsani o'z o'yiga to'shiydi ekan. Putunuz muzlisa, pochaq siyqirab talsa, ot yig'i buzug'i qalampir qo'shib ishlangan tut ya ot yig'i, tut paqalchaq issiqlik meyi badandagi o'l so'g'oq yelni haydaydi. Oz surkan, ozroq surkan. Jiqroq sursa. O't ketida. Tutiya. Qutyar, hammasi dinar bo'lsin bizga yar. Qutyar, sizga mana yar bo'lsin elga yar. Qutyar yurishlik suvlar solari. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt maynat qilib etsan.
kiyimingni yana mehnat qilibsan-da, o'g'lim. O'zab yudib, faxrini ishlatmabsan-da. Xo'sh bolam, yaxshi o'qig'in. Haras, bir narsani unutib qolmagansan-a? Yo'q, opa, unutib qolmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Faxri sopon parashugi. Qut yar, hammasi dinar bo'lsin bizga yar. Qut yar, sizga menga yar bo'lsin elga yar. Qut yar yurishlik sular solari. Cho'lpalar bilan rasm tushish intayin ko'ngillik bir ish. Hada, qanday qilib chashdingiz? Atramas, bu degan mehri. Diqqat! Mehri? Mehri bilan shodlanar odam, mehri bilan faxrlanar qadam. Hamra bo'lib barcha hammaga, mehrlarga to'lsin olam. Mehr olaydi so'pin parashuga har bir oilaga mehr ato qilg'usi. Mush balla bo'lmasa bu uyda jep bir jimjit bo'lib qoladi ekan. Voy shundan pasha xocha. Bu uy deganmi shu bolalar bilan jannatgan emasmi? Shundan. Ben kendi uyinglarga kirib, mushu turmushingizga daxl yetkazmagandim-a? Yaqay. Voy yo'q. Hozir shaharlish qarab taraqqiy qilayotgan mush zamonda qo'shnilar orasidagi esil an'analarimiz, mehr shafqat, mehr muhabbat suslab menyotidi. Binoning qavatsani egizlagan siri qo'shnidochilik munosabatlarimiz to'van qarab menyotidi. Odam bilan odam bo'ladi emasmi? Hargiz bunday qo'yilma. Ajab yaxshi gap qildingiz, ajab yaxshi gap qildingiz. Shu qo'lim qo'shni degan xuddi tuqqandek naytda inoq o'tishi kerak-da, og'irlik saqlamaslik kerak. Meningcha har qanday ishqa sal orliq saqlab qo'ygan yaxshimiki? Orliq bek jiroq bo'lib ketsin bo'lmaydi. Orliq bek yaqin bo'lib ketsin bo'lmaydi. Hamma ishning normalroq bo'lgani yaxshimikan? Voy gapingizni tushunmadim men. Men chiqaychiman. Ma'qulmiz. Birdan men yon kirim. Ansibay chiqmadimi sen? Yo'q. Rahmat. Ajab bir quruq xil chiqadi. Xo'sh. O. Maaşına. Bakın lan. Bakın lan. Kim tura bular? Ma Paşaxon degan ayol nemish qilib bugun bizning oyga chiqmaydik desam? Ma gezitib chiqib kelmasmi? Shundan shu'g'u. Tura? O'qma chiqar o'qma. Şehrimizden Rahatbağ Ultrak rayonunda tüven kapaletlik ve namrat ailelerine illıklık yetkiziş faaliyeti kanat yaydırıldı. Rahatbağ Mahalli Komitetinin hizmetçisi Paşagül'ün başlangıçlıkta ahaliler ailesideki artıkçı turmuş buyumlarını besbes bilen iyanı kılıştı. Eslelik bizden oyga ichib ketgan narsani yonib ketganda. Biz hatta tushunib baka tas qopdik-a? Shuni deymi? Qiziq. Ayol kim bu? Bu ayolning o'zi chiroydan bir mehribonlik chiqib turibdi. Tova. Ekran? Ekran nasıl bir kere ekran? Mana. Chiroyli turib ketganni. Ağzını ayığı. Kim? İşkinci kotamda dursa. Acay. Bak, Paşa kapım. Keling.
hadi kırın. Keş oğan yani yan toplatıp sizde kırın. Neme lazım olsa ileri vurmuş mu anda? Yok. Ben iyi toplamadım. Oy bu Oylap baksam, sizning degan gaplaringiz bek to'g'ri ekan. Ma erim bilan qopulishib qilib, orliq saqlay deb, sizlarni uyiga inib kirdim, so'ndim. bu siz mi bir narsa yeyishib qolamsiz deb. Shuni demamsiz. Men maldiki yaxshi yomon, cho'ng kichik ishlarni yaxshilayman deb. Chipiplashyaptimi? O'zimni uyiga faqat ko'ngil bo'lmabdi emasmi? Dad yo'q kim bado. Bo'ldi ko'nglingiz yerim qilma pasha xocha. Shuning uchun sizni uyingizni qo'naylab kirdim. Qaysi uyda yasam bo'la?